urib qo'raqonaga bo'yab telib ketgan. Noma'lum nomerdan menga telefon keldi. Telefon ko'tardim. Mana mashinada kelgan, uyushtirib uyga kelib janjal qilib ketgan. Qilib bermasang seni qoziq o'tqizdiraman, butilkaga o'tqizaman deb har xil haqoratli gaplar aytdi. Urib uyga bostirib kirgandagi Ikkalasi uyimning ichiga kirib kelishdagi oyoqlari bilan meni turtib uyg'otishdi. Turgan paytim meni ko'krak qismimga tepdi. Mana urib qo'raqonaga bo'yab telib ketgan. Ular qo'lida, birini qo'lida ozod qo'lida karcha pichoq, ilgari qo'limda kaset bor edi, barmoqqa taqiladigan. Boshim bilan kelib urildimdagi, boshim yorilib, o'sha payti hushimdan ketdim. O'g'limni ham bir shapat urib, ko'kragiga bir mush urgan. Gaplashmayman, tanimayman deyapti, shu yetarli deb tergovchilar ishni hech men tarafga olib borishni istashmayapti. Haqiqatni yuzaga chiqarish uchun biranta inson topilarmikan degan umiddaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Shoymardonov Namoz, Qashqadaryo viloyati Zamin mahallasida yashayman. 2026-yil may aprel oylarida Toshkent shahri Yangi Toshkentda turk firmasida qurilishda ishladim. Ish bilganim uchun u yerda brigadirlik ishini qilardim. O'sha paytda meni yonimga Koson tumani Qashqadaryo viloyatidan Yakkasaroy Ondabozor qishlog'idan 4 ta bola kelishdi. Ish kerakligini aytishdi. Men firma boshlig'i bilan gaplashib, ularni ishga oldirdim. Ishga olishgandan keyin ular 20 kun, 15 kun orasida ishladilardagi boshqa ish topganlari uchun firmadan ketishdi. Ularning oyliklari 15-20 o'yinda berishlarini aytishdim. 15-20 kelishganda firmadan noma'lum sabablarga ko'ra bank ishlamadi dedi, pul yotmadi dedi, pul kechikdi. Ish turkunda qilib berishamiz dedi. 20-o'yin kuni kelgan bolalarning akabir deganning dadasi menga telefon qilib, o'g'lini va jiyani pullarni qachon qilib berishlarini mendan so'rashdi. Men dedimki, bugun shanba, yakshanba to'g'ri keldi. Nasib bo'lsa 23-chislorlarga pulini beriladi, firma beradi deb aytdim. U dediki menga, sendan qanday pul olishni bilaman. Qishlog'ingda Farhodchiyev degan odam bor, o'shanga aytaman. Sendan o'zi pulni oladi deb aytdi. Keyin yaxshi deb telefonni o'chirdi. 20-25 daqiqalardan so'ra noma'lum nomerdan menga telefon keldi. Telefon ko'tardim, eshitaman dedim. Men Farhodchiyevman deb o'zini tanishtirdi. Eshitaman aka dedim. Meni taniysanmi dedi. Ha dedim. Qishlog'imizdan, lekin hech qachon oldi berdi bir boshqa narsa bo'lmagan o'rtamizda. Menga dedi, pullarni qachon qilib berasan? O'g'illarim pulini dedi. Men dedim ki oylikqa aralashmayman, oylik ishi menda emas. Sen qayerdasan, nima ish qilyapsan? Qachon kelasan? Bugun pulni qilib berasan. Qilib bermasang seni qoziq o'tqizdiraman, butilkaga o'tqizaman deb har xil haqoratli gaplar aytdi. Aytgandan keyin telefonni o'chirdi. O'sha kuni 5 marta telefon qildi, 3 martasida ko'tardim, 2 martasida ko'tarmadim. Haqorat qilavergandan keyin telefonni ko'tarmay qo'ydim. O'sha kuni kechqurun Toshkent shahridan Qashqadaryo viloyatiga uyimga yo'lga chiqdim. Ertalab 6:30larga yakshanba kuni 21-iyunda uyimga keldim. Bolalarim bilan choy ichib 9-9:30largacha o'tirdim. Charchaganim sababli uxlagani, dam olgani uyimga kirdim. Soat 11-12 orasi ekan, uxlab yotgan joyimga ikkita bola, birining ismi Ozod, birining ismi Elyor, keyinchalik bilishimcha, ikkalasi uyimning ichiga kirib kelishdagi oyoqlari bilan meni turtib uyg'otishdi. Turgan paytim pul qani, pulni olib chiq dedi. Elyor oyog'i bilan o'sha payti, uyning ichida payti meni ko'krak qismimga tepdi. Tepgandan keyin qo'limga yostiqni oldim. Ularning qo'lida, birining qo'lida ozod qo'lida karcha pichoq, ilgari qo'limda kaset bor edi, barmoqqa taqiladigan. Ularni uydan surib, itarib tashqariga chiqardim, o'zimni yostiq bilan himoya qilib. Tashqariga chiqsak, meni darvozam yonida qora Gentra avtomobili turgan ekan. Ozod orqamdan itardi. Keyin men ularga qarshilik ko'rsatish maqsadida orqaga qarab yurganimda Ozod mashinaga qarab baqirdi-ki, Bahodir beqatish yordam ber dedi. Mashinadan Bahodir degan ismli bola tushdi. O'sha payt Bahodir meni qo'limdan tortdi. Qo'limdan tortgan payti ozgina oldinga tarafga enkaydim. Enkaygan paytim Ozod og'zi qismimga tepdi. Ilgari yana qorni qismimga tepdi. Ikkala zarbadan keyin uyimni, g'ishli uyimni
boshim bilan kelib urildimdagi, boshim yorilib, o'sha payti hushimdan ketdim. Bu ahvolni ko'rgan qo'shnilar, ukam uyi menga yaqin, ular yugurib kelishdidagi, nima gapligini surishtirdi. Hamma keldi qo'shnilar. Ular o'sha payti mashinani tashlab, uchalasi uch tarafga qarab qochib ketishdi. Uchalasi qochib ketishgandan keyin tez yordam keldi. Doktorlar kelishdi, menga yordam ko'rsatdi. O'sha janjal orasida men hushimda ketgan paytim katta o'g'lim ham nimaga dadam urasizlar deb aralashgan, o'g'limni ham bir shapat urib ko'kragiga bir mush urgan. Keyin men tez yordamga ketdim, больницада yotdim. Hozirgi kunda tergov ishlari olib borilyapti. Tergov ishlari birinchi safar bir tomonlama olib borildi. Bir kishini aybdor deb chiqaryapti, ozod olyapti. Ikkinchi safar raddiya berdim, e'tiroz berdim. Endi ikki kishini aybdor qilib chiqaryapti. Elyor bilan Ozodda. 3-kishi, 4-kishi telefon qilib zakaz qilgan Normurat degan kishini umuman sud aralashtirmayapti. Qashqadaryo viloyatida bormagan joyim, uchramagan odamim qolmadi. Hammasiga bordim. Qashqadaryo viloyat ichki ishlari uyiga, Qo'qon tumani ichki ishlariga, hammasiga murojaat qildim. Hammasi odam o'lmagan, pichoq yemagansiz, hech kimni qamaymiz, hech qanaqa voqea sodir bo'lgani yo'q degan ma'noda gapirishyapti. Ko'rsatmasiga ko'ra menga hech telefon qilmaganmish, meni tanimasmiz. Normurat degan inson ham menga hech telefon qilmaganmish, meni tanimasmiz. Ko'rsatmasida shunaqa. Men tergovchilarga aytdimki, menga telefon qilgan tarixlari bor. Telefon qilgan kompaniyada yozuvlari bor dedim. Olingizlar dedim. Nimaga dedim, olmaysizlar dedim. Yo'q deydi, mana deydi, telefon qilmadim, gaplashmayman, tanimayman deyapti, shu yetarli deb tergovchilar ishni hech men tarafga olib borishni istashmayapti. 2026-yil 6-avgust kuni Qarshi shahri xalq qabulxonasiga Rustam Mirzayev Ravshanovich Ichki ishlar vazirligining o'rinbosari keldi. O'sha kuni qabulga kirdim. Qashqadaryo viloyati tergovchi boshliqlari kirishdiga, o'sha kuni Elyor bilan Ozodni qamoqqa olishdi va Rustam Mirzayevich ketganlardan 2 kun o'tib ular yana qamoqdan ozod qilishdi. Dediki, menga dedi, o'sha payt sudgacha bular qamaladi, suddan keyin ham qamaladi dedi. Qashqadaryo viloyatida bormagan joyim, aytmagan joyim hech qayer qolmadi. Bironta ichki ishlar xodimi haqiqatni tushunib yetmayapti. Hammaga murojaat qilyapman. Menga hech kim hech narsasi kerak emas. Faqat uyimga kirib bolalarim yonida meni urib ketgani uchun, or nomus uchun, erkaklik g'ururim uchun o'sha mavzuni olib chiqyapman. O'zbekiston Respublikasida hech kimda hech qanaqa ichki ishlarda bir haqiqat uchun, haqiqatni yuzaga chiqarish uchun bironta inson topilamikan degan umiddaman. Hamma joyga murojaat qildim. Qashqadaryo viloyati, Qashqadaryoda hech foydasi yo'q. Farhod aybsiz, Bahodir ismli bola aybsiz. Normurat degan bola Farhod telefon qilib, o'shandan pulimni olib berdi, razbar qil degan odam aybsiz. Faqat 2 kishini ayblab 109 moddasi bilan yengil tan jarohati berib, boshqa chora ko'rish niyatida emas. O'sha murojaatim uchun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri, O'zbekiston Respublikasi prokuraturasiga murojaat qilmoqchiman. Qashqadaryo viloyatida mana haqiqatni aytaman, meni eshitib turgan bo'lsalarda, bormagan joyim qolmadi. Aytsinlar, kelmading, bizni xabardor qilmading, bizni xabarimiz yo'q, shunaqa deb aytsin. Hamma joyga bordim, hamma joyda bir xil gap. Asosiy bu yerda ishni boshlang'ichi Farhod avvaldan shunaqa razborchilik ishlari qilib yuradi. Shu paytgacha 2 marta qamalib, sudlanib chiqqan. Ozod, Elyor, Bahodir bular ham sudimli. Yaqinda qamoqdan chiqqanlar mart oyida. Bularga hech qanaqa bir chora ko'radigan bir imkoni bormikan? O'sha najot izlab murojaat qilyapman. Birinchi tergov bo'lgan vaqti na ko'rsatma olgani, hech narsaga chaqirishmadi. Ikkinchi safar tergovga raddiya berganligim uchun ikkinchi safar bir marta ko'rgazma oldi. Unda ham men tanimayman, bilmayman degan uchun qo'yib yubordi. Nega tanimas ekan, nega bilmas ekan? Uni yolg'oniga ishonishadi-yu, meni rost gapimga ishonishmaydimi? Menga telefon qilgan, telefonimda tarixlari bor. Ichki ishlar so'rasalar, telefon kompaniyasidan qachon telefon qilib, qachon gaplashilgan, nima gap bo'lgan oramizda, menga nima degan hammasini chiqarib berishadi. Necha marta borgan bo'lsam ichki ishlarga, hammasiga har doim aytganman, Farhod nega kelmaydi, nimaga chaqirmaysizlar? Faqat ichki ishlar aytayapti-ki, tergov Farhod aybi yo'q, uyingizga bormaganga. Uyimga kelmagan bo'lsa, uyimga o'g'lini yuborgan, Ozod o'g'li. Hech kim so'ramayapti. Qashqadaryo viloyatida hamma joyga borib murojaat qilib ko'rdim. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasiga ariza tashladim 3-4 marta.
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlariga ariza tashladim. Hammasiga murojaat qildim. Halicha javob yo'q.